Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz, muhtaram, suyumlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Hammanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün yana birlikte olavatımız. Körüp tuğanыңlardek tema un algınımız doğru mu? Yoki dutasak yaxshiroqmi? Bu mavzu sizlarga qiziq tuyulishi mumkin. Bir qiziqchilik qiladigandik tuyg'u berib qo'yishi mumkin, ammo men ito o'rindoshga chiqmadim qarindoshlar. Jiddiy astoydil bir mavzu ustida to'xtalmoqchi. Yaqinda Xitoy jallod boshlarini sotqa bergan advokatlar naq maydon videosi orqali ko'pchilikka da'voning ketib berish ahvolidan ma'lumot berdi. Savollarga javob berdi. Qilinayotgan ish o'yin emas. Her ish oshkora maydonda. Lekin bir Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan bu ishga qanday muomalada bo'lyapmiz? Her bir Sharq Turkistonlik buni astoydil o'ylab beqish kerak. Bu davoni red qilindi degan bir xabarga asoslanib bizning xabarchilarimizning xili ko'plari xursandlik bilan bu xabarni takror bayon qilib va inkaslar orqali mushundaq bir mag'lubiyatdan suyunib gul qaqalar ichilib ketganlar bo'ldi. Bu haqda men oldingi videoda to'xtaldim. Shundaqla pulning nega ketganligining hisobini ko'rsatib qo'ydim ko'pchilikka. Bumi 70 yillik chet eldagi da'vo tarixida tunji qatim xalqqa hisob berilgan bir ish. Boshqalar qilib boqmagan bunday bir ishni. Ne ishni ko'rsatgan yo'q. Mana ma ish uchun ma ketdi. Ne ta'lim ko'rsatgan yo'q. Tunji qatim bo'lgan ish. Uni ko'rmaganlar yana pulni ketganda deb ensiraydiganlar oldingi videodan ko'rib bo'ladi. Men mayadan o'chirib qolibdiman. Bo'lmasa takror ko'rsatsam bo'ladi. Xo'sh. 60 yilni oshgan chet ellardagi da'vo harakatida bugungacha siz o'ylab boqinglar mana. Bugungacha namoyish va majlis uchun mablag' silinib keldi. Buningdan boshqa ishga mablag' silindi deydiganlar bo'lsa, ko'z tutib baqsin. Uni anglab boqaylik. Biz namoyish va majlislarni ish qilganlik deyishga ko'ndirildik. Odam bolasi mana shunda. Namratlikda aran yashayotgan xalqqa baxtli ekanligi talqin qilinsa, ular o'zlarining baxtli ekanligiga ishonadigan bo'ladi. Psixologiya shunda deydi. Jimi erkinligi elib elingan bir xalqqa erkin, ozod ekanligi talqin qilinsa, u o'zining jamiyatda yashayotganligiga erkinligiga ishonadi. Shuningga o'xshash biz chet ellardagi da'vo tariximizda namoyish va majlislarni ishlab ishonadigan bo'ldik. Chunki ish deganning qanday bo'lganligini ko'rib boqmaganimiz uchun. Shuning bilan yarim asrdan oshgan uzoq bir qarni ichida namoyish va majlislarga mablag' solib kelyapmiz. Bu hol bugungacha davom qilmoqda. Bugunga kelganda Xitoy jallodlari jinoiy ishlar sotiga berildi. Bu mushu 70 yillik da'vo ichida ish deyishga bo'ladigan birdan-bir ish. Shug'unisi buni ba'zilar rostilla tuniy olmayotdi, ba'zilar qitg'urliq, tarafbozlik tufayli qasddan tunimayotdi. Yana ba'zilar texmi haddidan eshib dushmanlik harakatlar qilmoqda.
suyuqlandirish uchun qo'lidan keladiganlik shumliqni qilmoqda. Davomliq namoyishlar uchun mablag' selishga chaqirish bilan birga yana boshqa turli iyon to'plash faoliyatlari avj olmoqda. Qandaqdir Turkiyadagi Tulxutun yetim o'g'illarga yordam chaqiriqlari, har kim o'zlari bir faoliyat tartiblagan bo'lsa, go'yo shu ishlar eng muhimdek diqqatlarni tortishga urinmoqda. Bundaq suyuqlantirishlar diqqatni chetish urinishlari mayli qasddanlikdan, dushmanlikdan yoki bilmasdan qilingan bo'lishidan qat'iy nazar asli ish uchun ziyonliq bo'lsa xato deyishga bo'ladi. Namoyish qilmaslik kerakmi? Qilish kerak. Majlis ochmaslik kerakmi? Etish kerak. Biz buni tamamen inkar qilganimiz yo'q. Bu bir xil shakl. Men 3 yilning oldidagi videoda azodlikqa intilguchi xalqlar nima qilish kerak deganda 3 ish ko'rsatgan. Diplomatiya harakati, azodlik harakati va milliy kimlikni saqlab qolish harakati. Bu namoyish, majlis deganlarimiz shuning ichidagi diplomatiya harakati. Ya'ni xalqaro jamoatchilikni ta'sirlantirishga urinish harakati hisoblanadi. Buning Xitoylarni pufurtishga, Xitoylarga ziyon berishga, azodlik yo'lida bir qadamga bir foydasi yo'q. Ben bunun psixologiyalik faydasını mı dep ettim? Özümüz için buludu. Yani ruhimizden ölüp kalmaslık için. Tirik ekanligimizni haqligi 30% ko'rsatsak, o'zimizni ogohlantirib, bir vazifamizning borligini esda tutish va o'zimizni jonlantirish uchun kerak. Hayır. Aşlağı yardım vermeslik gerek mi? Elbette yardım veriş gerek. Ama işlerinin bir gün tertibi oluşu zor. İlgiri keyinlik red tertibi olması bana şunda hiçbir iş ağdadığı yetmeydiğen, hiçbir iş toluk kütmeydiğen hamda hatalı vaziyet ketip kalımız. Şunda bir misal versem tekimi canlılık düşünüşlük bula deyim. Ailede nam mı yok, aş mı yok? Balalar potlasını eqtib, nan deb yig'layotgan bir vaziyatda. Qo'limizga 3-5 tenge pul kirib qolsa, qanday qilishimiz kerak? Bu pulga oldi bilan un olamdik yoki duttar olamdik. Ko'nlardan qolgan un olmay duttar olgandek degan tamsil mana shunday kelib chiqqan, qarindoshlar. Bizning qilayotganimiz mana shu. Tutamga chiqadigan bir ish tuğan yerda namoyishga va xayr saxovatga pul to'plash mana shu unolmay duttirag'anning dal o'zi. Balkim boshqacha o'ylaydiganlar chiqar. Duttarga bir oilada bo'lmasa bo'lmaydigan muhim narsa emas deyli. Ammo bir oilada bo'lmasa bo'lmaydigan boshqa narsa yo'qmi? To'g'ri gap. Masalan, öy bo'lmasa bo'lmaydi, talada qalasiz, yomg'irda qalasiz, bo'ronda qalasiz, ko'vrikning tagida öy tutib o'ltag'ilib bo'lmaydi. Kiyim bo'lmasa, avrtingiz yechilib qolsa, taxi bo'lmaydi. Bumi yana bir bo'lmasa bo'lmaydigan turdi. Bumi to'g'ri. Ammo mushundaq bo'lmasa bo'lmaydigan turlar birla emas. Xili ko'p bo'lsa-mu, yana buning bir tartibi bor yoki bo'lishi kerak. Masalan, kiyimingiz yo'q. Avrtingiz uchiq qilish darajasida deyli. Lekin qo'sqingizni yiqilib qolgandek ahvolda. Qo'lingizda birini qiysangiz, bir qoladigan darajada oz pul bor. Red tartibda kiyim birinchimi, non birinchimi? Albatta avval hayot qilish kerak.
hayat qalğandılar avrat haqqında o'ylaydigan jon yoki ruh mavjud bo'ladi. Jon bo'lmasa avratning ma'nosi nima? Yo'q. Demak, tamsilda ikki uchtiki ikki narsa misol berilgan. Ikki uch. Bir biri birinchi darajadagi muhim. Yana biri bo'lmasimi bo'ladigan zaruriyatsiz narsa. Shuna aniq yig'an qilish kerakmi? Buni qilish kerakmi? Namoyishlarga mablag' selishimizning sababi deyilganidek buning ish ekanligiga ishontirilganligimizdan. Hech nima ko'rmagan qalendar deydigan bir gap bor. Shuningdek, ko'zimiz bekli kichik. Ancha kishilardan ishtonimizga patmayli qolamiz. Lider mavqesida ko'rindiganlarning ko'pinchisining ancha uzoqqa bormayla mudirib tushishlarining sababi dal ko'zning kichikligi. Ancha ishtilar xudini bilmas holga kelib, o'zini atili Sharq Turkistonning taxtida o'lpaganda xam xiyolga asir bo'lib qolish tufaylidan mutakabbirlik, manmanlikka adab ketish tufayli to'g'ri fikrlarni qabul qilmaslik, o'zining nupuzini go'yo qil sig'mas daxlisiz hisoblab olishdek yengiltakliklardan borliqqa kelgan deyish mumkin. Bu xil hech nima ko'rmagan qalandarlik xohishi xalqda bo'lganida haqiqiy ish deganni ko'rib boqmaganlik uchun ish deb talqin qilingan namoyish va majlislarni ish deb qabul qilish shaklida ko'rilib keldi. Ko'z kichikligi uzoqni ko'rolmaslik mukammal planning bo'lishini chetga qoqdi. Bugungi kelganda ko'rilayotgan ko'z kichiklik, qalandarlik, zidipaslik, cho'ng rasmni ko'rolmaydigan shaxsiyatchilik texmi ro'shan bilinib qoldigan bosqichga kirganligini ko'rmoqdamiz. Ba'zi shaxslar o'z to'plarining yoki yurtdoshlarining mavqesini deb umumiy milliy manfaatga ziyonliqligi mana deb bilinib turadigan buzg'unchilik harakatlarini qilishmoqda. Go'yo surgunda hukumatning xalqaro sudga arzi iqib qilib, Xitoy jallodboshlari sudga chaqirilsa, kelsin yoki kelmasin qat'iy nazar. Go'yo bular, mushu Uyg'urlar bir nimani ziyon tortadigandek. Bu go'yo ular uchun cho'ng bir uttirish bo'ladigandek. Jiddiy harakatga kelib, tushda pul to'plash harakatlarini uyushtirib, Uyg'urlarda normalda tasavvur qilinmaydigan darajadagi faoliyatchanlikni joriy qilayotganligini, go'yo bu ishdagi yengilish ular uchun to'lama ajallik ya mavjudlik yoki o'lim ma'nosiga kelib qolganligini ko'ryapmiz. Bularning tashkillovchilari va vazifa tovari bilan jonpida holatda bu faoliyatchanlikni ko'rsatsin. Ammo agash kuchlardagi aqlni ketdi deb so'rag'isi keladi kishining. Buningdagi foyda ziyonni farqni tushunmagudek darajada do'tlarmidi bular? Boshqa odatdagi fuqaro tipidagilarning o'z taraflari bo'lib, mana shu taraflarning manfaati yo'lida maydonida johilani chimtirish tufaylidan butun yurtdosh da'vo tarixida birdan bir ishligini bo'ldigan ishga ta'tir turishmoqda. Albatta bularning ba'zilari haqiqatan ozg'an nodonlardir. Ammo ko'pchiligi bilib turib qilayotgan buzg'unchilar. Xitoy ayg'archilari, Xitoy parastlardir. Bu ishning psixologiya nuqtasidan tushuniladigan taraflari bor. Buni oldingi videoda psixologiya jihatdan tahlil qilgandik. Endi u vaqtda deyilmagan yana bir nuqta bor bu yerda. Psixologiyada cho'kma qimmat xatosi deydigan bir atalg'i bor. Cho'kma qimmat xatosi. İngilizcesiz sunk cost fallacy. Mening İngilizce talaffuzim bek isil. Qusur bakmanglar. Bu holatni ifoda qiladi, mana bu holatni. Chunki insonlar bir narsaga qanchalik ko'p mablag' sarflagan bo'lsa, yoki qancha ko'p ajr qilgan bo'lsa, vaqt xuratgan bo'lsa, bu ishning foydasizligini bilgandan keyinmi voz kecholmaydi. Masalan, bir kona mashinaga $1000 pul xarjlab yasatgandan keyin
2 kun mengip yana bir yeri buzildi. Bu qatim remontchi yana $300 so'radi. $300 berishga chidamasangiz yaqindan taqa ulushkini hajlagan $1000 mı boshqa ketgan bo'ladi. Shuning bilan mayli qanchalik ko'nglingiz tortmasinmi, $300 hajlashga chidaysiz. Shuning bilan ziyon $1300 bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Amerikada ikki raqobatchi shirkat o'xshash bir proje uchun mablag' sarfladi. Buni bitkizish uchun yana 20 million sarf qilishga to'g'ri keladi. Shirkatlardan biri bu ishning oqibatda hech qanday foyda keltirmaydiganligini ilmiy isbotlab, projedan voz kechishni taklif qilgan. Boshqalarmi uning dalillarini to'g'ri topgan. Ammo proje uchun allaqachon 90 million pul hajlanib bo'lganligi o'tirib qo'yilganda, birdilla hamma odam bo'shab ketib, 20 millionni hajlashdan bosh tortganda 90 millionning bekor ketadiganligiga qarabla projedan voz kechish haqidagi foydali taklifni rad qilib, projeni davom qilgan. Natijada 90 millionga 20 millionni qattiq ziyon tortgan. Mana bu cho'kma qimmat xatosidir, qarindoshlar. Öz geçmişimden şunun o'xshab ketadigan bir misolni beray. Buningda men biroz dana chiqib qolaman. Buni to'qidimga deb o'ylab qolman shunga qarab. Turkiyadagi chig'imizda sabdoshlardan bir nechimiz bir qozoqning plastik fabrikasida, plastik zavodida qisqa muddatli ishlagan. Bizni ishdan haydigan chog'da ularning gadinida $100 ish haqqimiz qolgan. Ma'lum mezgildan keyin beradiganga va'da qilishib bizni haydadi. Sabdoshlarimdan biri $100 suylab elish uchun zavodga berishga jabdinibdi ekan. Men berishni rad qildim. Chunki nesi $100 olaman deb avtobus biletiga naqd o'ylaydigan 100 ming lirani ziyon tortishni aqloniliq deb qaramadim. Chunki unga ko'z yetmaydi, berishi notayin. U bir nesi yo'qning o'rnida allaqachon yo'q hisobga chiqqan bir pul. Ammo biz avtobusga beradigan pulchi, avtobus ko'cha avtobusining puli. Gerçi o nayt az bir pul. $100'ga selishtirganda. Lekin bu nayt az bo'lishiga qaramay, bu naq bu. Yanchiqdiki bu. Shuni men bo'lmadim bunga. Bu $100 bir ziyon. Debemi biletni ziyon tortdim bo'lmaymi dedim. Sabdishim bir necha qatim suylab berib keldi. Oxirida olamadi. Mana bu üstilab tortgan ziyon cho'kma qimmat xatosidir. $100'ning ustiga bari keldi, avtobus belti hajlagan, pulni qo'shib ziyon tortdi. Gerçi bu bek az pul bo'lsa-mu, naq real pul. Sabdishimning qiliqi mana shu cho'kma qimmat xatosi. Hayotda yana buningdek bilib turib ziyonni ko'paytirib oladigan qiliqlar hali ko'p. Qimor o'ynaganlar biladi. Qimarning jalb qilish kuchimi ana shu cho'kma qimmat xatosidan barliqqa kelgan bo'lib, odam utug'ancha qizib ketadi. Buning sababi shuncha ziyonni tortib voz kechamdi. Hech bo'lmaganda ziyonni o'zim tirildirib olib, indin to'xtayman degan xiyol bilan xatoni takrorlab ziyonni ko'paytiradigan. Bugun Sharq Turkiston surgun hukumatining xalqaro sudga arz berishidek bir ishga qarshi maydonda harakat qilayotganlarmi? Ana shu cho'kma qimmat xatosini takrorlayotganlardir. Utug'ancha utib olish, ziyonni tirildirib olish xiyoli bilan harakat qilayotgan qimorvozlardek bir xil urinishdir. Chunki ular raqobatchi bo'lmagan ahvolda
10 yıllap davanın lokomotivi sifatida ko'rilgan ve üzümü tatınmasdan birden bir kanuni vekil degan tajni kiyip yurgan keçmişini esligini de endi jim turishning mag'lubiyat bo'ladiganligi bu bo'lsa bekmi chilg'isiz ziyon ekanligidan iborat ruhiy holatdan kelib chiqayotgan urinishdir. Bu tahlilimiz oldingi videodagining yana bir varianti. Bundan başqa psixologiyada yana talış sevdalıqı deyilgan bir xil ruhiy holatni tunishtiriladi. Bu insanlarda umumi bo'lgan, umumen bek kımmeti yok, paydasını yok bir işlemi talışıp, özününkini rast qilib veriş hevesi buludu Allah'ı. Bu senin hayatında belki kündedikidek yolu kısılı bunda işler. Menin resursumu bir nesi olmaydı. Senin resursumu hiç nem olmaydı. Aşında bir paydasını yok işlemi talışıdığan adet oladı insanda. Aşının da üzününkini rast qilib veriş goya onunla cennetten alışkın içip durduğandı. Talışıvatkan näsinin unusu yoki bunusu bo'lishning hech qanday qimmat o'zgarishi bo'lmaydigan bo'lishib qaramay. Hech nima ziyon bo'lmaydigan bo'lishib qaramay, insonlar yanada talashadigan xususiyatga ega. Avlarning ta'tirdan chiqib talashayotganlarini bu xususiyatni ustun tushunishgan bo'ladi. Agar Xitoylar tarafidan vazifalantirilgan bo'lmasa, bu turda tushunish mumkin. Endi konkret suyuqlantirishlarga kelsak, Türkiye'deki yetim oğul Tulxutullarga pul yig'ish masalasi. Bunu zaman kun tartibini meşgul qilib turdi. Men ilgari bununla aloqador bir videoda so'zlagandim, esingda bo'lsa kerak. Bir Yahudi boy, odatdagi boylardan emas. Bizninkidek cho'pay boylardan emas. Kambag'al Yahudilar uchun her yili 200 milyon pul xərcləydigan bayğa Teodor Herzl nima degandi? Efendim, siz milletni qutqizmayapsiz. Divani ishlab chiqaryapsiz deganligini misol berganim esimda. Bu videoning hammasini ko'rsanglar tushuniksiz bo'ladi mana shunday. Jiqcha bo'ldi. Shuni qayta ko'rsanglar texmi tushunsizlar. Endi bu gaplarni biz amaliyatimizga birlashtirib ko'raylik. Shu videoda deganimdek, har qanday millatda, mayli qaloq, mayli taraqqiy qilgan millatda bo'lsin, namratlardan xoli emas bir millat. Umumiyuzlik o'tiral saviyada olmaydi. Bir millatni poyezga o'xshatsak, sinib tabiiy qilan vagonlardir. Paravuz en aldıda manadı. Çokum bir vagon en aqıstı manadı. Bunu özgerterlemdi. Bu kanuniyetini özgerterlemdi. Hemme vagonunu paravuzu bilen ten manadıgan qiyğılı bolmaydı. Xuddi şundaq. Bir millette çokum aldıda manadıganlar, en aqıdan kildiganlar boludigan bu yaratqıç tarafından belgilengen kanuniyetini hiç kim özgertermeydi. Şundaqla öşür zakat, xeyr sahavat bilen birisini namratlıqdan qutquzish fikrimi intayın mücmel fikir bolup bugunkicha bunun misallari ko'rilgani yo'q. Zakat yeb boy bo'lgan misol yo'q. Biz milletni umumiy millat sifatida qutqizib berishni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Shaxslar sifatida qutqizib berish hech narsaga yaramaydi. Uni biz tugatolmaymiz. Abadiy. Mushu biz yashayotgan mushu mamlakatda divanlar bor. Qarindoshlar. Bo'lmasa ko'chaga chiqib tilamasimi, bakaga tamoq beradigan, bakaga yotqizib o'piradigan yerlar bor. Yanala tilaydi. Qarindoshlar.
Buningdan xoli bo'lish mumkin emas. Bu ilohiy qonuniyat bu. Besh qo'l teng emas. Bo'libmi Turkiyada mehr shafqat, do'stlik, qarindoshlikni biladigan musulmon davlatda Uyg'urlarning tirishchanligiga tushib qolgan ahvolning bo'lishi taxmin mumkin emas. Suriyalik musofirlardan 3 millioni yashayotgandan boshqa Rossiyadan, Ruminiyadan, Bulgariyadan, Armeniyadan, Ukrainadan kelib ishlab, oilasiga pul yetib bir oilani boqadiganlar. Qarindosh xalqlardan men bevosita biladigan, kimliklarini biladiganlarini desam, O'zbekistondan kelib Turkiyaga kasal beqish, qarilarni beqish, masalan, boy oilalarning qarilarini beqish, tamoq qilish, uy tozalash qatorliq oila xizmat qilish bilan yetish qo'pishi bekorlik, tamoq bekorlik, yana maosh ishlab oilasiga pul yetadigan ayollarni bilaman. Bevosita bilaman shuni. Ular O'zbekistondan kelib bu ishlarni topalayotgan ekan, Turkiya turib qolgan tul-xotin yetim o'g'illarning topolmasligi mumkin emas. Buningga qat'iy ishonmayman. Masala ishni yaratmaslikdir. Esilzodlikdir. Ish yaratmaslikdagi kattalikqa qarasa u haqiqatan esilzoda. U holda esilzoda degan xayr saxovatni hech qanday bo'ladi? Zakat hech qanday bo'ladi? Xuddi o'tni yegandek bo'ladi. Ish deganning umuman jismoniy ish deganning nomus qilinadigan turi yo'q. Arınımızını tabağa aylandırışlan nomus. Arınımızını setiş nomus. Cismani iş qılıp, peşanının təri bilen pul tapıdığı işinin halat azlaşmı nomus emas, qarindoshlar. Eğer siz o işini akken, bu işini kökken deyseniz, o halda özünüzden işi o. Sizdek bir adamni qutqizib olish xato. Sizga saxovat berish xato. Ko'nlar nima degan? O'zingni xar qilguncha kuchingni xar qil degan. Kuchni xar qilib halol emgak bilan yashashning nomus qiyg'idek tarafi yo'q. Asli nomus zakat yemek, xayr saxovatni saqlab, ish yaratmay o'tirishdir. Bu sebepten xayr saxovat bilan millatni qutqazg'ili bo'lmagan ekan, shaxs sifatida, shaxslar sifatida qutqazg'ili bo'lmagan ekan, bunday ishlarga pul yig'ishmi un ammay duttirag'anning jumlasidan bo'ladi. Chunki biz ochliqdan o'layotgan odamning hukmidagi bir millat ekanmiz, u holda biz topqinimizga cho'qim unolmasak bo'lmaydi. Navbatda mablag' silinadigan birdan bir ishimiz xalqaroliq suddagi da'voni oxiriga chiqarishdir. Bu gap mashada tugadi, qarindoshlar. Qag'inni o'zinglar. Aql ishlatib o'ylanglar. Allah Qur'oni Karimda aql ishiltish to'g'risida yuzlagan yerda tekrar bizni ogohlantirdi, qarindoshlar. Hammanglarga muvaffaqiyat, aman, esenchilik tilayman. Xayr xo'sh, Allohga emanet.